Bitta foydali ma'lumot. Xo'p, qaranglar. Bu yangi gazator, karburator. Bunda tixot, ya'ni passos muammosi ko'p kuzatiladi. Ikkita nochkasi bor, mana ikkita teshigi bor. Xuddi shu joyda. O'shani yechamizda bu simni teraginga tiqib qo'yamiz. O'shanda passos tortilganda gaz pedal bilan ishlaydi. Passos pon tortib qo'yganligida teraga lapatga ponni bekilib qoladi-da, mashina gaz tortmay qoladi, ya'ni bo'g'ilib yoki o'chib qoladi. Shuning uchun buni yechamizda temirni simini terangi teshikka tiqib qo'ysak, xudo xolasa passos tortganinglarda yaxshi ishlaydi. Tushunlar mumkin. Simni tevaga olgandan keyin bu passos gaz pedal bilan birga ishlaydi. O'shanda passos sizlarni qiynamaydi. Xohlasanglar buni uzib qo'yib, mana tekis holatga qo'yib qo'ysanglar ham, mana makinam ishlamaydigan qilib tevadagini. O'shanda ponni gaz pedali o'zida ishlaydi passosda. Bunda ponni bekilib qolsa, tevadagi teshik ponni bekilib qolsa, lapatkasi mashina bo'g'ilib qoladi, yaxshi yurmaydi, o'chib qolaveradi havo yetmasdan. Shunaqa gaplar.